Agar PUBG'da 144 FPS ochilsa, aynan shu model birinchi bo'lib ochib beradi. Hozir mana korobkaning ichidan konkretni zver chiqib keladi. Bu qaysi model? Poco F7 Pro. Poco F7 Pro PUBG'chilarning orzusi. Gamer smartfonlar orasida avtoritet model. Antutu programmasida 2 millionga yaqin ball to'plagan juda ham kuchli smartfon. 6.7 dyumli 120 Hz amaliy displey, 2K formatida 3200 nit yorug'lik tarqatadi va ultrazvukovoy barmoq izi ekranda joylashtirilgan. 12 GB dan 16 GB gacha operativ xotira va 256 GB dan 512 GB gacha ichki xotiraga ega. Smartfon HyperOS'ning ikkinchi avlodi Android 15 da ishlaydi. Naqd 6000 mAh akkumulyator. Bu degani kuni bo'yi PUBG o'ynasangiz ham zaryadkasi tugab qolmaydi. Smartfonga 8 yadrli Snapdragon 8 Gen 3 chiplari o'rnatilgan. Asosiy kamerasi 50 megapiksel, shiri kamerasi 8 megapiksel, selfie kamerasi bo'lsa 20 megapikselni tashkil etadi. IP68 standartida chang va suvdan himoyasi mavjud va Dolby Atmos dan stereo kolonka o'rnatilgan. Xullas o'yinlarga keladigan bo'lsak, PUBG'da 120 FPS, Free Fire'da ham 120 FPS bemalol ochib beradi. Telefonning narxi qiziq bo'lsa, kommentariyada PUBG so'zini yozib keting.